Aziz anaxonlar, Şanazar başçılık nömr 9 brigada a'zolari, mana bugun bir quvonchli kun shirkat xo'jaligida Şanazar başçılık shu 9 brigada a'zolari kuni kecha davlatga paxta sotish rejasini 100% qilib bajardilar. Shu munosabat bilan men shirkat xo'jaligi a'zolari, rayonimiz a'zolari o'zim nomidan sizlarni chin qalbimdan bugungi mehnat zafarlaringiz bilan muborakbod qilaman. Nömr 9 brigada a'zolari bu yil bahorda yil boshidan fidokorona mehnat qilib 61 gektar yer chit ekkan edilar. Rejalari bor edi 150 tonna topshirish. Akşam shu 150 tonnadan oshirib paxta yetishtirib, shu brigada a'zolarini nafaqat shirkatda, rayonda, oblastda yuzlari yorug' bo'lib planlarni ado etdilar. Endi bu planni bajarish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Dehqonchilik bir qiyin soha. Bu yil to'g'risini aytishimiz kerak. Shu yerda o'tirgan insonlarni bir ochiq ko'ngildan fidoyi qilgan mehnatlari evaziga juda bir yaxshi hosil yetishtirildi. Bu yetishtirilgan hosilni qanday omillari bor? Birinchidan, bu yilgi yilda shu shirkat xo'jaligida paxta navini to'g'ri tanlanganligi deb tushunaman. Chunki yilda 175 F degan nav ekaradik, 145 kunda pishiradi. Bu yil Xorazm 127 degan nav ekdik, 120 kunda pishadi. İkinciden şu brigada a'zolarining Şanazar başçılık hammasi shuna bo'lgan agro-texnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazib, vaqtida yeganasini olib, vaqtida chapqinlik qilib, vaqtida suvni berib, shunday mehnat qilgan avazini bugungi kunda yuzlari yorug' bo'lib o'tiribdi. Shuning uchun men yana bir bor sizlar orqali barcha mehnatkaşlarimizni bugungi yutuqlaringiz bilan chin qalbimdan tabrik qilaman. Yana daromadlar, to'ylar, yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Katta to'ylar qilgan vaqtida bir yerda qatnashib o'tirish nasib qilsin deb tilak bildiraman. Shu bilan birgalikda shu narsani aytib o'tishim kerak, chunki hali dalalarimizda hosil ko'p. Kim bilan suhbatlashmang, hammasi reis bu yil 1,5 olaman, 2 olaman, hali ikkinchi terimni ozgina terib qo'yibman degan fikrlarni eshitamiz. Bir narsasini to'g'ri tushunishimiz kerak bo'ladi. Bu yilgi yilda planni bajarib, planni oshishini davlat tomonidan qo'yilgan paxta narxi 20% ko'p bo'ladi. Hozir shirkat xo'jaligimiz 85% bo'ldi. Hammasi birinchi sortdan sotilib turibdi. Xudo qalasa shu 10-yildan buraqroq shirkat xo'jaligimizdan planni bajaradi. Planni bajargandan keyin har bir yetishtirilgan tonna paxtamizga 20% dan qo'shib, hozir 260 so'mdan to'lab turgan bo'lsa, 320 so'mdan to'lanadi. Shuning uchun o'ylayman, Şanazar başçılık shu brigada a'zolari paxtani bajardik deb orqaga tushmasdan, paxtani oxirgi gramlargacha terib,
shu shirkat xo'jaligimizda oldingi o'rinda bo'ladi deb tilak bildiraman. Mana Yo'ldosh aka Sobirov qatnashyapti. Tuman hokimligidan, tuman hokimi nomidan tabriklash uchun so'zni Yo'ldosh akaga beramiz. Hurmatli do'stlar, yurtdoshlar, mana boshqaruv raisi mana shu sizlarni bugungi yutuqlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklab, mana o'ta bir shu 2 yilni paxta siyosati, bugungi yilda qilingan mehnatni asosiy mavzuni hammasini tushuntirdi. Butun o'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar, masalan, Guliston kolxozi avval 2 yil o'tdi. Hamisha shu eng bir respublikada, viloyatda, rayonimizdan shu birinchi o'rinlarda, birinchi o'rinda yuradigan kolxoz edi. Shuningdek, yana shu 9-brigada shu respublikada aytilmagan yeri yo'q edi. Yana shu mana hayotning taqozosi, mana shu yana sizlar bilan yanglashib, shu narsani yana guvohi bo'lib o'tiribmiz. Yana shu sizlar mehnatkashlar, sizlar yana do'stlar shu zafarni kuchib, shu avvalgi aytilgan avvalgi e'zoz, ehtiromga loyiq ishni qildingizlar. Yangi tuman hokimligi, uning rahbariyati, shaxsan Otabek Ismoilov nomidan shu butun brigadani hamma a'zolarini va yordam bergan ko'makchi tashkilotlarni, mana shu dalda bo'lib o'zining yaxshi fikrini bergan qari otaxonlarimizni, onaxonlarimizni, butunimizni ya shu qari o'quvchilarni hammasini mana shu bugungi yutuq bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Yana mana bugungi yilda paxta siyosatida bu aytdik, birinchidan sizlarning mehnatingiz bo'lsa, ikkinchidan shu davlatni yoqilg'i moylash materiallari, dori-darmoni, suvni berdi. Yana bir narsa shu Xudo taolo shuni ob-havosini berib, mana shunday yutuqlarga erishib o'tiribmiz. Buni paxta siyosatida buni aytib, sizlarni tabriklab, bunday qilib o'tirishimizning asosiy ma'nosi bizni hamisha O'zbekiston davlatining boy bo'lishining sababchisi bo'lgan narsa bu paxta bo'lib keldi. Paxta bizning hamma vaqt siyosatimiz. Bir odam, ikki odam boy bo'lgan bilan el boy bo'lmaydi. Shuning uchun davlat boy bo'lsa, mana shu paxtasi, bug'doyi, oltini chiqarib turgan mashina bo'lsa, shu oylik maoshimiz ham, olib o'tirgan narsamiz ham arzon bo'lib, ishimiz yaxshi bo'lib, to'y tomoshamiz yanada ravnaq topaveradi. Mana shunday yutuqni ko'rsatib, qilib, ela yurtda shu birinchilari bo'lib o'tirgan Shanazar boshliq sizlar bilan a'zolarni hammangizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shu rayonimizning hamma joylarida boshlab sizlarni aytadilar. Shuning uchun sog' salomat bo'linglar. Shu yana bir marta chin qalbimdan tabriklayman. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Tuman viloyatda oldingilar qatorida bajarsin-u, shuni bizlar ham hissamizni qo'shish nasib qilsin deb tilak bildiramiz. Endi shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Nomer 9-brigada bilan shu bahor oylarining boshida brigadalarni yanglabman. Dalalarni ko'ramiz deb aylangan vaqtimizda birisidan shunday fikr chiqdiki, reis bu musobaqa o'ynaydi. Musobaqada kim yutqazadigan bo'lsa, yutgan odam palanka qilsin. Deb bir taklif bo'ladi. Sizlarning nomer 9-brigada bilan shu vaqtda Bayturda musobaqadash bo'lgan ikkisi. Endi Bayturdan shu ertaga bajaraman deb turibdi, Bayturda beraga bir tabrik qilsana. Assalomu alaykum. Davlat nashirlari, Shanazar do'stim, bugun yana birinchilardan bo'lib to'g'ridan bilan tabriklaymiz. Bizlar ham Xudo xolasa 4 kun 5 kun ichida xalqimiz qator planni bajarish niyatimiz bor. Xudo xolasa bajaramiz. Respublikada o'qib bor. G'alaba yo'qmi? Yozi bilan pirim shu yo'ldan o'tib qaytib izam yopi davlatda. Yozi bilan meni gulim bergan. So'rayman. Abi ne oldu sana da? Xudo xolasa Shanazar pirim 5 kun izinizdan boramiz bizlar. Rahmat. Kelinglar. Rahmat. Yangi Shanazar. Yangi Shanazar.
Başta Bektur'un kalsın alasın şimdi bunu. Oladı. Bu zamana kadar oladı. Güzel. Endi şu yig'im terimida yozi bilan qilgan xizmatlarini yadab qabul qilib padacha tashkil qilganmiz. Ruxsat berasizlar shularni topshirishadi. Brigada boshlig'i Otajonov Shonazari g'olib. Traktorchimiz bor. Safarmat bormi aytganim? Kelsin chavur bir. Qarasizlar. Barda dikkat. Bu ne diyeyim? Kesin çalınmayla. Abdullah Nureddin. Kasa çaynak. Atacan Ayçan çakkan gelin. Tebrik kılmalarını. Şair. Abdullah Server çaynak. Metakub Umurbek. Çaynak kasa. Nazar Muhammed. Çaynak kasa. Sabir Rozmet. Çaynik kasa. Tez deyin. İskender Solcan. Çaynik kasa. Tez gelin. Rozmet Oğulcan. Material. Krep. Sabayeva Şerefet. Krep. Atacanov Cumhurbaşkanı. Çaynik kasa. Hüseyinov Salay. Çaynik kasa. İskender Nalcan. Şair. Yusuf Gülhanım. Şair. Enazarov Rahmet. Çaynik kasa. İscanov Ulubek. Çaynik kasa. Davletova Jumaygül. Krep. Bekmetova Dilaram. Krep. Hikmetova Gülara. Şair. İscanov Medya. Çaynik kasa. İscanov Şirin. Krep. Rahimova Bekpaşa. Şair. Devletov Karanbay, Çaynik kasa. Minazir Bekturdu, Çaynik kasa. Atacan Bektaranbay, Çaynik kasa. Yusuf Aybek, Çaynik kasa. Atacanov Atabek, Şair. Eşkuldu Babamlar, Çaynik kasa. Egamov Kozuvay, Çaynik kasa. Atacanov Devletiyar, Çaynik kasa. Merkelemov Mansur, Çaynik kasa. Davletova Aybi, Krep. Metakova Mukayya, Çaynik kasa. İsayeva Azada, Krep. Kan, tez. Metakov Vallazer, Çaynik kasa. Hüseyin Koçnur, Çaynik kasa. Metakov Sencer, Çaynik kasa. Sabayev Yergeç, Çaynik kasa. Abdullah Semender, Çaynik kasa. Rozmetov Cesur, Çaynik kasa. O son bir neçe bize yardım verdi. Ulara minnettarchilik bildiramiz bergan yordamlar uchun. Kamjana. Abdullah Gulbahor. Birgaliklik. Krep material. Boltaeva Muborak. Birgaliklik material. Sinam. Yetmem mi ya? Tabii ki berdiniz mi? Çaynik kasa mı verdim? Çaynik kasa da. Özellikle çaynik kasa olsa çaynik kasa var. Ben çaynik kasa. Değerli yok. Medyakov bu Mukayya. Yaxshi. Bo'ladi. Değerli. Bo'ldimi hammasi? Asa hammalaringizni yana bir bor bugungi erishgan muvaffaqiyatlaringiz bilan chin qalbdan tabrik qilamiz. Ishlar ham muvaffaqiyat bo'lamiz. Shonazar, siz ham beri keling. Men bir tonnani eshitdim o'zingizdan. İnan planda becerdik. Xudo xolasa plandan tashqari yana 30 tonna paxta beramizda va'da beramiz. Va'daning ustidan chiqamiz. Katta rahmat. Bekturni eshitdingmi? Bo'ladi. Asa, soat supa
davom ettiraveramiz. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Yemakchini aytdik-ku. Ümidimiz adaş, onlarla bilen birinci kelmem. Gidiyorsun ki. Tamam başlayalım. Gurbetler çektim, çarkı bir dünya destimdi. Tamamı kalmamın, bu üçün berbat destimdi. Budam matemde buldum, olmadığım bir şah destimdi. Ama abana kuldi. Olmadım ama o destini kimin arkayla varsam dağ gider ben de o destini Bağım kalmazdan dağılan görmek istiyorsam ikinci bundan Çünkü